ilahiy tecelli qilgan bir muhitni barpo qilish orqali dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishimiz lozim demoqchi. Cihat ve niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yakacak aldı. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Istiqlol televiziyasining ekranlarida sizlar bilan ko'rishmoqdamiz. Bugungi programmamizda Sharq Turkiston kun tartibi degan temada suhbat olib boramiz. Suhbatimizga taklif bilan qatnashgan doktor Erkin Akram taklifimizni qabul qilib bu yerga keldi. Bu munosabat bilan biz Erkin Akramga oldi bilan rahmat aytamiz. Qimmatli televizor ko'rguvchilar, bugungi programmamizda Sharq Turkistondagi bo'layotgan ahvollar, o'zgarishlar, shuningdek bilan birga Xitoyningki besim, zulm siyosatlari to'g'risida, buningki kelib chiqish sabablari, oq ko'rinishlar to'g'risida biz suhbat olib boramiz. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, hozir Sharq Turkistonda besimlar ig'irilishyotdi, kundan kunga chingib, xalqimiz orom oldigan bir holatdan o'tib ketayotgan bir vaziyat shakllanyotdi. Shuning uchun biz bu masalalar to'g'risida suhbat olib boramiz. Hurmatli doktor Erkin Akram afandim, sizga ma'lum yaqinda Xitoy bir tarafdan tutqun qilib, xohlagancha tutqun qilib, shunda kichkina bir voqea bo'lsa, uni bana qilib, yana bir voqeada 5-6 odam o'lgan bo'lsa, shuni bana qilib turib, yuzlarcha yoshlarni tutib ketish, shu rayonni harbiy qamal ostiga ilib, bosib turish siyosatlar ilib beryotdi. Yana bir tarafdan yasalmış şekilde sud açılgan bo'lib, o sudda xuddi o'zi adil bir şekilde hukm qilgandek, kishilarni zaten o jazolanmas bo'lmaydigandek, endi bir qiyofatda shu rayonniki xalqini majburiy to'plab, shuni ko'gsitish orqali shunday bir siyosatlarni ilib beryotdi. Yana yaqinda 20 martda Xotanda 9 kishiga sud açkan bo'ldi. Bularning ichida 70 yoshlik diniy olimlar mı bor ekan. Hatta ularningki jinoyatimi ichib tiliga og'idek bir sabablarmi yo'q. Faqat o'tmishdagi ba'zi she'r yozgan yoki ba'zi bir taliblarni o'qitib, bir qancha yilning oldidagi avollarni surishti qilib, sud ichib, jinoyat atgan avollar o'tirib chiqyotdi. Sizcha shu Xitoy bunda bunchalar zulmni ig'irlashtirish, besimni kuchaytirishniki oq ko'rinishda nimalar yoshiringan deydi. Xitoy bu nefes og'il qo'ymaydigan bir shaklda shunday bir avollarni shakllantiryotdi. Sizcha buningki oq ko'rinishda nimalar bor? Bu Sharq Turkistonninki muqimligini qo'g'dash uchun Xitoy buni qilyapti deymiz. Muqimni qo'g'dash nimda qo'g'daydi degan vaqtida Xitoyninki taraqqiyoti bilan munosabatli. Xitoy bugun agarda cho'ng davlat, Jahongir davlat bo'lmaydigan bo'lsa, Sharq Turkistonninki muqimligi nihoyatda muhim. Birinchi navbatda. Buning sababi shu. Xitoy agarda taraqqiy qilib, agarda yeyilman deydigan bo'lsa, ikki tarafga yeyilalaydi. Birisi sharq tarafga, ya'ni Osiyo Tinch okeanimizga yeyilalaydi. Ikkinchisi Sharq Turkistondan O'rta Osiyo shundaqla Yevrosiyo, Avropagacha ichilalaydi. Shuni bu ichilish yo'li bu ikki yo'l. Ondan keyin bu Xitoyningki yurgizayotgan ikki ipak yo'li bor. Birisi quraqliqda, birisi dengizda. Bu quraqliqda mangdigan ipak yo'li cho'qim Sharq Turkistondan o'tishga to'g'ri keldi. Agarda Sharq Turkistonda bir tinchlik bo'lmasa, ya'ni muqimlik bo'lmasa, bu yo'lma üzüldü degan gap. Ishikdan chiqmay turib üzüldü. Ondan boshqa O'rta Osiyodan kelgan neptlar hammasi bu nemisi bilan yo'li bilan bu Sharq Turkistondan o'tadi. Bugun misolga Pokistondagi portdan, Gwadar portdan nima Sharq Turkistonda o'tish lozim. Ya'ni bunda chiqib kelgan chog'da Sharq Turkiston Xitoyninki g'arb taraf ichilgan bir ishik ya da bir o'tadigan bir ko'rik. Ishik yopilib qolsa, ko'rik yiqilib ketsa, Xitoy bu yerdan o'tamay qoladi. Shunga Sharq Turkiston ham o'zininki boyligi bilan hem əbəqi digəndək strateji əhmiyyətlikdən töpəyli bu rayonda bir muqimluqni qoğdaş lazım. Hem de muqimluqni qoğdaşda xil-xil uslublar var, yöntemler var. Ama Xitay bu
bisim yoluna talgan gap. Yani bisim bile bu işini hal kılman degan bir koydu. Bu biraz tarihi cetten qaraydigan bolsa, tarixninki taraqqiyoti qaraydigan bolsa, bu xil uslublar biraz ibtidai. Çünkü bu xil uslublarda baskan siri inkaz mı güçlük oludu. Eğer de bunu bir bisiş, bir inkaz, bir karşı koyuş bu cereyanda nurgun kan tökülüp geçse, hem de bu bir tarihi davaga aylanıp kaldı ve milli meselege aylanıp kaldı. Milli meselege aylanıp kalgan mesele onda asan el olmaydı. Bugün biz Filistin'de mi görüyoruz? Yahudi ile Filistin'in arasındaki ciderler. Japonya ile Xitay'ın arasındaki ciderler. Digende bundan misalını yaman çık bir alayımız. Avrupa kinki muşu 100 yılın içindeki bütün canlılar hemisi milletçilik ile münasebetlikti. O neçe milyon adam ölüp, neçe kanla tökülüp bop gitti. Aran tehi emde ulanı unutup mada kılaylı da tecrübe sağ alaylı da Avrupa tehi emde tehi mada bir doğru yolunu tepip minvatıdı. Yani Şarkı Türkistan'da bu bisim yolu ile tinçlikni qoğdayman degan cereyanda Uygurlarga boğan bisimleme güçlündü. Bu güçlengendan ki neticeleri ebesiz deb ötkendek. Onundan başka bu xil Şarkı Türkistan'da bu vakalarının ki arka görünüşü ile birlikte onunki ruhi kısmı İslam deb kögeşke. Şununla İslamiyet kime karşı çıkmadı demdi bunda digende. Çünkü İslamiyet'teki bazı şartlar yani misalga Müslümanlar zulüm kördigan bolsa karşı çıkış lazım. Buna şart koygan gibi. Ondan keyin bir yerde cihat düşünce bu anma. Şunun Xitay bularını esas ep durup bu bölgüncü tırnak içinde dağıtımı. Bularga karşı katı kollukla biz tutmasak bular yani cidal çıkırıp yani ki mukumsuzluğunu buzdu dep manda oylaydım. Hem de Xitay şunu oylamaya vardı. Aslında Şarkı Türkistan'daki mesele Xitay'ın ki Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan siyasetinin ki bir neticesi. Özünden hata siyaseti. Ama Xitay'daydı bula cidal çıkırıvadı şununla ben bir sıvatı mendeydi. Şununla Xitay hükümeti belki yeniden bir oylaş lazım bu azıkı siyasetini oylap çıkış lazım. Bomasa bana Türkiye'de mi körüvatımız? Biri muşunda bir etnik arasındaki bir cidal çıkması bana 35 yıldan beri hal kılamaya vardı. Yani onay bomaydı. Bolup mu Şarkı Türkistan ebede böttüm moyun bir yiye boğan eken. Xitay üçün moyun boğan eken başkaları üçün mü moyun buldu? Yani Xitay'ın rakibi üçün mü moyun buldu? Ondaqda ertügün eğer de bir cidal çatak çıkmasa, tarihte mi Ruslar, Japonlar ve hatta Amerikalılar Şarkı Türkistan'da devlet kurumuzda tırışkan. Eğer ajna bir mesele çıkmasa Xitay hükümeti qanday kılıdı. Şununla Uygur halkıga bence yaxşı bir siyasetine ilip bağlan takdirde belki bu mukumluğunun qoğdam qilishi belki ihtimali var ama hazırki siyaseti biraz xatarlik bir siyaset deb o'ylayman. Şu Xitay'nınki hazır bu qatımqi xalqaro kechirim tashkilotininki dokladida dünya boyunca ölüm cezası berdigan davlatlarning birinchi qatoridan Xitoyning o'rin olganligini e'lon qildi shu haftaning ichida. Ondan sırt yana bizniki ko'ryapmiz ayni vatanda jiqyalda vaqaliklar bo'layotdi ama abiyanda o'tganimdek vaqaliklar bo'lgandan keyin Xitoy uni oshirib chekidan oshgan bir holatda bostirib qanliq bir shaklda shunda oxirlashtirib shuni bahona qilib shu rayondagi insonlarni tutqun qilib yig'ir besimlar bo'layotdi. Shu biz g'arbga qaraydigan bo'lsak, masalan, yad bir odam uylab ketib qolsa, yo kerak ajna bir naqchilik uchrab qolsa, butun g'arb turib uyg'onib, ashundan qarshi bir harakat bo'ldi ekan, siyosat belgilaydi ekan davlatlar. Ama bizning vatanda shunchalar cho'ng ig'ir zulmlar bo'ldi. Masalan, o'tgan yili aytnanki birinchi kunsa, ana shu yakında bir ilishqo yesida cho'ng qonliq bir voqea bo'ldi. Bunda Xitoy eng oxirida ten o'lib boshda 10 dedi, keyin 13 dedi, eng oxir 96 insonni o'ldirganlikni o'zi e'tirof qildi, lekin boshqa shu ko'rgan shohidlarning deyishicha 3 mingdan ortiq insonning Xitoylar tomonidan qatl qilinganligini e'lon qilgandi. Shuning to'g'risida ma'lumotlar bor. Mushunda holatda yana dunyoda hech qanday bir Xitoyga qarshi bir inkos bo'lmadi. Hatta g'arb davlatlari, masalan, demokratiya, inson haqlarini da'vo qilayotgan g'arb bo'lsin, kuchli davlatlar bo'lsin, hech qaysi Xitoyga
lamjim demey ovozini chiqarmay sukut tutdi. Xuddi yana shunga o'xshash islom dunyosi mana shunday holatda qoldi. Buningga sabablar nimada sizcha? Buningda yana Sharq Turkistonliklarmi sabab bo'lamdi yoki Xitoyniki boshqa bir kim sababchi bu sukut turishga? Sharq Turkistonda bu yaşanayotgan bu ahvollar birisi voqea haqida xalqaro yaxshi ma'lumot yo'q. Chunki Xitoyning bergan ma'lumotlari biroz bu gizchilikninki quroliga pek tushmaydi. Chunki u nerede, qachon, kim, qanday voqea, qanday bir natijalandi degan bir qancha 5-6 shartlar bor buni yezish uchun. Ammo Xitoyning xabariga qaraydigan bo'lsak, u yer chala, bu yer kam, nerede bo'lganligi, soat qanchada bo'lganligi, qancha odam o'lgani hammasini yaxshi to'g'ri ma'lumot bermaydi. Shundaq turug'liq misolga shu dunyoning cho'ng matbuotlarda misolga Reuters, BBC, AP degandek, AFP, Fransiyaningki degandek, mushlar xabarni berdi, ammo u shu Xitoyning bergan xabarini berdi. Angacha bu nima chet eldagi tashkilotlarda ma'lum shaxsiyatlardan nima so'zlashib, uningdagi bir xabar chiqardi. Bu bir. Ikkinchisi bu Xitoy keyingi zamonda taraqqiy qildi. Hozir dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchi, birinchi tijorat kuchi. Yani bir yerde bir pul menfaat meselesi var. Shuningga g'arb davlatlar Xitoy bilan yaxshi tijorat qilish uchun, menfaatni qo'g'dab qilish uchun, Xitoy bilan bu tijoratni ravon qilish uchun hatto o'zininki ijtimoiy va siyosiy qimmat qarshi bo'lgan kishilik huquq va demokrasiyani bir tarafga qarab qo'yib, tijoratini qilishga tirishyapti. Misolga. Onundan başka misalga Xitoy yaqinqi zamonda bir banka qurib nurg'un g'arb davlatlarma hatto Amerikaningki sherik davlatlari, misol Angliya ma Amerikani cho'rib qo'yib, yugrab berib bu bankaga a'zo bo'lyapti, qurg'uvchi a'zosi bo'lishga tirishyapti. Demakki, g'arb davlatlar shu moddiy manfaatni birinchi o'ringa qo'ygan taqdirda vaqtida Xitoy bilan bir jidal chiqarishni xohlamaydi. Üçüncü bir sebep bo'lsa, misolga g'arb davlatlar uchun deyapman, Uyg'urlar musulmon bo'lg'achqa. Chunki g'arb davlatlarda bu musulmon qo'rqusi degan, ya'ni islamofobiya degan bir hukm bor. Bu 11-asrdan bugungacha bor. Shuningga bu musulmonlar o'litibdi ya da bir-birini o'ltiribdi desa, biroz jim turdi. Ammo kishilik huquqni qo'g'daydigan ya da bunda liberal, bunda tushunchada bo'lgan g'arbliklar chiqib so'zlaydi, ammo qolganlar bu bek nim qilmaydi. Bunda xilma-xil sabablar bor. Hamda musulmon dunyosiga kelsak, bu musulmon dunyosida cho'ng ishlar bor. Misolga meg'izlik ishlar bor. Filistin bilan Isroilning masalasi. Bu masala hamda islom dunyosining meg'izlik bir masala. Hamma nima mushundan paydo bo'lyapti. Chunki islom dunyosi bilan g'arb dunyosining jidalimi yana shu Filistin va Isroilning sababidan bo'lyapti-da. Yana shu sababdan tufayli g'arb davlatlarga iqtisod jihatdan, askariy qurol jihatdan, bu jihatdan g'arb davlatlarga, Amerikaga muhtoj tuyulgan arab davlatlarmi g'arb davlatlar bilan yaxshi munosabat qurmasak bo'lmaydi deb bir tarafda yani Isroilni bir taraf qilolmaydi, ammo bir tarafda yana qo'pib g'arblar bilan yaxshi munosabat qurishga tirishadi. Shunga o'xshash Xitoy Isroil bilan munosabati yaxshi emas. Hatto 91da aran diplomasiya munosabatini qurib chiqdi. Shunga Xitoy shu musulmonlarning do'sti deb ko'rdi musulmonlar. Undan boshqa 11-asrdan keyingi shu arabcha bilan yozilgan islom manbalardami sab Xitoyni maqtab yozadi. Shunga Xitoy degan vaqtida shu arab musulmonlarning orasida buni bir dushman deb ko'rmaydi. Hatto shu Amerikani tamponlaydigan, g'arb davlatlarga besim ishlatadigan, Isroilning qullig'ini juladigan bunda bir davlat deb ko'rdi. Bunda bir paytda misolga Xitoy bilan yaxshi munosabat qurib,
o'zininki ham maddini Xitoyga setish, misol neft olsun veya tabiiy gaz olsun. Çünkü Xitoy bozori bir muqim bozor. Qanchalik ishlab chiqarsan, shunchalikni sota olaysan degan gap. Ya'ni u dakki psixologiya ishchida bo'lmaydi bundaqda. Ba'zi musulmon davlatlar var, misol Pokistondagi davlatlar. U shu Hindistonninki bisimidan to'payli Xitoy bilan yaxshi munosabat qurish uchun va Xitoydan shu qurol texnologiyasi ya da iqtisodiy mablag' ilish uchun Xitoy bilan yaxshi munosabat qurmoq majburiyatda. U vaqtida Sharq Turkiston Uyg'urlarga yaxshi ko'mak, Uyg'urlarga bir yardım veya hissaschilik bildiramadi, ama hukumat unda qilib yurgan bilan balki Pokistondagi jamiyatlari balki unda emas, ama davlatning ishini mang'izayotgan hukumat bo'lgandan keyin hamda ishlar ashdan qaraymiz, hamda jamiyatga qarayamaymiz. Yani bunlar yig'ib kelgan chog'da hamma davlat Xitoy bilan bo'lgan munosabatida o'zining manfaatidan to'payli Uyg'urlarga ko'ngil bo'lmayapti. Ama bence bundaq mang'iyvermaydi deb o'ylayman. Burada eng oxirgi savolim yana bizniki vatanda hozir ba'zi qanliq voqealar bo'lyapti. Masalan, Xitoyning saqchilarini o'ltiradigan ya kerak, ba'zi rayonlarda askarlar bilan qurolliq to'qnashadigan avvallar orasida ko'rilyapti. Muşu nimede mesela biz tahmin kılmızki bazılar mecbur kılıp mesela ailesini qoğdaş ya gerek Xitoy saqchilari tuyuqsiz besip kirgandan keyin ularga qarshilik ko'rsatib ailalarini qo'g'dash maqsadida muşunda bir voqealar o'tirib chiqsa, ba'zilari kichik guruhlar shaklida planliq shaklda ilib borganligini bildirilyapti axborotlarda. Muşunda bu hozir bo'layotgan voqealiklarda mesela ko'ryapmiz, 5 Xitoy o'lsa, uning o'rniga ko'proq Uyg'urlarniki o'ltiriladiganligi o'tirib chiqyapti. Muşu holatda muşunda bir harakatniki sizcha ijobiy salbiy qanday foydasi bo'ldi? Hamda Xitoy jihatdan degan vaqtida uzun vadede Xitoy uchun yaxshi bo'lmaydi. Chunki Xitoy agarda Jahongir davlat bo'laman deydigan bo'lsa, ichki tarafda muqimlik qo'llanilishi lozim. Bu keyingi 500 yillik tarixga qaraydigan bo'lsak, shu nurg'un davlatlar, 9-10 tane davlat yuksalgan. Bu davlatlar yuksalgan vaqtida xilma-xil sabablari o'xshamaydi har bir davlatning, ama o'xshaydigan ba'zi sabablar bor. Misolga muqimlik. Ya'ni davlatning ichi agarda muqimlik veya bu istiqrol qo'llangan taqdirda sirtqi qarta texnik kuchli bo'ladi. Agarda Tibet meselesi, Uyg'ur meselesi, Moğol meselesi, Manchur meselesi degandek Xitoyning ichki ba'zi meselelerden to'payli Xitoy unda Jahongir davlat bo'lamaydi. Bo'lamasa, agarda yukselib bir yerga kelib, yana bir alqib bir taraqqiyotini qo'g'day olmay qolsang, cho'kishga sabab bo'ldi. Buningki misollari yamanchiq. Shuningga Uyg'ur meselesini hal qilmay turib abad deb o'tdim, Uyg'ur rayoniniki nayt strategiyalik ahamiyatini dedim. Agarda bu yerni qo'g'dab qolmasang, istiqrolni qo'g'dayolmasang, bu yerda jidal chiqqan taqdirda chatoq bo'ladi. Shuningga Xitoy jihatdan uzun vadada chatoq. Qisqa vadada degan vaqtida Uyg'urlarga ziyon. Chunki siz deb o'tgandek, birisi jinoyat ishlasa, uningki tuqqan, urug' tuqqan va yaqinlarini tutib turmga tashlayotgan, ba'zilarini o'ltirayotgan. Ondan keyin bu Xitoyda bo'libmi shu Sharq Turkistonda uchirgan yerda o'ltiralaysa degan bir buyruq bor. Ya'ni naq maydonda urib o'ltiralaysa degan bir gap bor. Hamda bu Manchur imperiyasininki oxirgi vaqtlarda jamiyatni kontrol qilamagan vaqtida teppagan bir gapdi. Jiudi Jingfa deydi buni. Onu hiçbir Xitoyninki qonunlarida, asos qonunda yeziqliq emas. Ceza kanunlarida mı yeziqliq emas. Yani Sharq Turkistonda ko'rgan yerda urib o'ltiradigan gap aslında qonunga xilof. Hamda ama qonunga men xilof mishda qilman, sen nima deysan degan bir tavr bor hozir. Shuningga xohlagancha odamni o'ltiralaydigan qilyapti. Misalga şu 1950'lerde 60'largacha maxfiy nurg'un odamlarni o'ltirgan shu vaqtida. U vaqtida yezilib bir yerga yezilib qolmag'achqa hozir uni arz qilolmaysan. Ama bugunlarda qancha Uyg'ur o'ltirgan bo'lsang, bular matbuotlarda yezilyapti. Xalqaro bu kishilik huquqni qo'g'daydigan tashkilotlarningki dokladlarida yezilyapti.
Onundan keyin bu video deymiz, şu ko'rinish va ya yezıqliq manbalarda hamısı yezilyotdi. Misolga Sharq Turkistonda şu keyingi 10-20 yilning ichida bir 50 ming odamni o'ltiribdi deb qalsa misolga deyaptimi? U vaqtida so'yqirimga gunohi qirg'inchilikqa kirgan bo'ldi. Bu bir millatningki so'yini qirg'inlik qilgan bo'lsang, onun mahkemesi şu nimde Hollanda'da bir mahkeme var, halkara mahkeme. Üyet sotlaydı onu. Çünkü bu insana karşı bir günah olurdu. Eğer Xitay bir güne aciz çıkıp kalgan vakti da halkara bunu bahane kılıp, öldürgen Uygur'un sanını ve o tepsili malumat var, o sanına karab onu Xitay'ını sotlaydıgan oldu. Sotlayamagan takdirde mi Xitay'a bir çok günah oldu. Bir demokrasi boğam Amerika dünyaya maşıncılık felaket ekegen bolsa, bu diktatör boğan, merkeziyetçi hakimiyette boğan bir Xitay dünyaya nime ekilidu, nimelerine ekilelaydı dep soraydıgan bolsa hem adam kokuşka başlaydı. Şununla bu Xitay'nınki hazırki kılmışlıkları, özününki günahlarını, eyiplerini köpeytişten başka bir rol oynamaydı. Çünkü bizim bile bir meselelerini, yani bulup mu Şarkı Türkistan'daki bu meseleleri hal kılamaydı. Yani başka usluplarını işletiş lazım. Ama bunda kiti verse başka uzun vadede mi belki Uygurlar için bir payda tarafı var. Uygurlar tek mi ittifaklık bulurdu. Çünkü şu Ürümçi vakasındaki siyasi cidden Xitay'a işlenmeydiğen olup kaldı Uygurlar. İşlense mi yağandın işindiğen buluyordu. Onun için 21. əsrdeki Uygurlarla ki taleplerine karta bir siyasetine ilip bağmayıvadı. Bunun bir ideoloji vardı, yani bu sosyalizm, kapitalizm de. Şununla hem adam bu sosyalist, bu kapitalist hep uruş sokuşattı, ideoloji uruş. O uruş hazır yok, ondan bir nesi yok. Hazır etnik meselesi çıkmadı da hazır. Yani Uygur ve Xitay'ın arasındaki bu cidel, yalğızlar siyasi başkuruştan töpeyle çıkan cidelemez, işki milletinin ziddiyetine ayrılmadı da hazır. Bu millet ile milletin işçi arasında bir kanla kırıp kalsa, hem de bu kan bile kanla yüzüğülü olmaydı. Şununla Uygurların köngülüğüme o kalıdı, yağandan işlengen bile, Xitay'nın ki işçideme kalıdı bunu. Bunda ahval. Şununla Uygurlar tekimi Uygur'dan başka bir dostları yok ya. Şununla Uygurlar özünün işine, öz halkımıza, birlikte halkımıza, ittifaklık halkımıza, özünü kutkazmıza bu teskiye degen bir noktaya keldi. Şununla Uygurların ki bu anın ki yükselişi, xudu Avrupa'nın Rönesans'dek ang jetten yükseliş, ang onundakin pikir jetten onundakin taraqqiyat, onundakin xil sahalardaki taraqqiyat kima sebep oldu. Yani uzun vadede belki Uygurlarga bir payısı oldu ama uzun vadede Xitay için bir ziyan deb görmemdi. Buldu, köp rahmet sizge. Ben rahmet ettim. Vaqt münasebetiyle programımızı müşahede ahırlaştırırız. Kıymetli televizyon görgüçüler, bugünkü programımızı müşahede ahırlaştırırız. Doktor Erkin Ekrem bilen Şarkı Türkistan gün tertibi degan temada ötközgen söhbetimizni diqqatingizga sunduq. Keyingi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahirettin baxt gelişimiz lazım demekçe. Cihat ve niyet var iken, ondaqda cihatdan aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mavjuddir demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştan ibaret hakkani görüşün uzun yakacak aldı.